Shefim, bu qo'lingizdagi nima bitta ko'rsam bo'ladimi? Voy. Ya! Kusochkami? Muncha chiroyli kusochka bu. Qaranglar, nafosatini qaranglar, go'zalligini qaranglar. Shefim, buni qayerdan olgansiz? İtalya'dan olgan. İtalya. Bilinib turibdi. Buni har kim ham Italiyadan sotib ola olmaydi. Bu kusochkani faqatgina Erali Tursunovich ola oladilar. Qani. Voy. Buni yaltillashini sariqlar tilladim. Brilliantmi deyman. Tishlarini qarang. Akula. Voy, dot mana san'at asari. Bunaqasini-chi, даже kinolarda ham ko'rmaysan. Shefim, bunda tirnog'ingizni olsangiz, tirnog'ingiz qaytib o'smasa kerak. Qani. Voy jonim. Buni bir xosiyati bor. Shefim bekordan bekorga olib yurgani yo'q. Muncha qo'limni kuydiryapti. Haqiqatda buni naqshlarni qarang. Buni nafosatini, go'zalligini qarang. Bu borku bilasizlarmi? Ana bu Titanic kinosida Rozani bo'ynida bir marjon bo'ladi. Bu undan ham go'zal emasmi? To'g'ri. Shefim, bunaqasi faqat bitta sizda bo'lsa kerak, ha? Menda ham bor bitta shunaqasi. Churka, sandagi bir mejaveka bo'lsa kerak. Zanglab ketgani bo'lsa kerak. Sen borka tirnog'ingni tishingda olasan. Churka. Qara bitta ko'raychi sanigini. Nimani ko'rasiz? Mana shefim. Ani. Yo'q mana bu. Originali kubu. Maniki Xitoy. Churka. Короче, almasam tushundingmi? Bo'ldi. Вот это оригинал. Mana haqiqiy kusochkani originali qo'limda turibdi. Boyagi borku, Titanicda borku cho'kib ketgan kemasini zanglagan parragiga o'xshaydi. To'xta. Что это? Ya bu padelka bu. Bu padelka ekan. O'zimniki original berdi. Ana, o'zimniki original. Ya shefim, ming bor uzr. Lekin точносini ayting, qaysi biri original? Mana shu. Ha bu originali. Bo'ldi, mana kelyapman o'zi. Aka. O, Telefonimni o'g'irlayapsizmi? tirikchilikda biz demak. Aka, iltimos qaytaring. Ichida telegramlarim bor-da. Yo'q, bitta o'ylab ko'ray, shu qaytarmaslikni maylimi? Javobini qanday aytasiz? Telefon nomeri ayting, men aytaveraman sizga. Aka. Shuni telefon nomeringizni ayting, mana o'g'riga telefonini o'g'irlayapti-da, qaytarmaslik javobini aytaveradi. Mayli yozing. Ayting. 444 88 8. Bo'ldi. Mayli, aytaveraman. Endi birga yuramiz bilan. Mayli. Kodini nechi buni? 4-0 aka. Nechinchisiz aka? 94. Ochmaydimi eshikni? Uxlab qolganmancha. Telefon bo'lmadimi? Bo'lsa aytaman-ku. Lekin yosh ko'rinasiz ekan aka. Yo'q, rostmi? Telefon bo'lmadimi? Yo'q, bo'lgani yo'q. Nechinchi etaj? 4. Lift ishlamasini nima qilasizlar? Nima ko'ramiz endi. Aka, mana shu bitta mayizni 40 ga bo'lib yeymizmi? Aka, shunamlarla taqasizmi? Emas, bolam taqadi. Bu zo'r taglikda, bu taglikda bolaga kiydirsangiz mazza qilib yotadi. Taglik borligini ham sezmaydi. Buni O'zbekiston bo'ylab hamma do'konlarda olsangiz bo'ladi. Uzum marketdan ham zakaz bersangiz bo'ladi. Nalakoda ishlaysizmi? Yo'q, men ham bolamni kiydiramanda. Zo'r gapirdingiz-da. Telefon qilmadim aka. Qilsa aytaman. Aka, tushingizga kimni kirishini xohlardingiz? Bitta qizni. O'rtog'ingiz emasmi? Bo'ldi. Kim bu? Ha, o'sha o'g'ri palat. Aka, o'ylab ko'rdingizmi? Kechasi bilan o'ylab ko'rdim, qaytarib bera olmas ekanman.
Aka endi unday qilmang. Yaxshilab o'ylab ko'rdingizmi akajon? Agar xohlasangiz vaqtdan beraman o'ylashingizga. Bo'pti, bir oy vaqt bering, qani shu nomerda bo'lasizmi? Shu nomerda bo'laman aka. Davay aloqaga chiqaman agar ma'qul bo'lsa. Sizcha. Aka, bir oydan keyin javobini aytar ekan. Shu telefonga qilar ekan, yashab tursam bo'ladi birga. Zumra pasta bormi aka? Men tishimni yuvib kelay. Kechqurun uxlamayman-da. Defteri qirg'an iraman sarqashavimni, zeybak qurbon iraman sarqashavimni. Aka rahmat, qancha bo'ldi? Jinnimisan, jigar, o'zim to'layman. Ya shahri qo'y. Nima deganing bu? Bir kechanda bor, bu kun menda. Sen taksiga to'layapsanmi hozir? Sen uchun o'rtog'im, yur. Qayerdan quyoq chiqdi jara? Akajon ikkita somsa qancha bo'ladi? Nima qilyapsan? O'zim to'layman, Bobur. Ya qo'y, o'zi ikkita somsa olyapman ha. Yo'q, o'zim to'layman. Mana aka. Sen o'zingmisan shahri, tanimayapman seni. Aka mana choy. Pulni berib yuboring. Bo'ldi, men beraman. Nima qilyapsan, Bobur? Men turib ketaman ra shunaqa qiladigan bo'lsa, jigar. Ya qo'y shahri, o'zingni boz, men beraman. Yo, bitta choyni pulini bera olmayman o'rtog'im uchun. Shuni o'ngimmi? Sen unaqa emas eding-ku. Sen to'ladingni ham pulni to'lamasding-ku, do'stim. Bo'ldi, aka, men olib qolayman. Ya, jo'ra endi oshirib yubording. Qo'y, o'zim to'layman bolam uchun. A nima qilibdi? Jiyan uchun olib beraman, jigar. Olib qoling. Shahri qo'yib qolyapman. To'rsani babchi kutmayapman men bu narsalarni. Pecheni olib beraymi, pecheni? Yo'q, sen qanday unday o'zgarding, jo'ra? Obbo Shahriyor, qanday unday o'zgardi? O'zi uchun bir so'm rasxod qilmasdi-yu, nimaga menga unaqa qildi? Sababi nima? Bobur, sirroshni $2000 kerak bo'lib qoldi. Bilasanki, menda o'zi sen uchun shalka emas. O'sha o'g'lingni tagligigacha, yegan somsengacha, ichgan choyingni puligacha berganman-da jigar. Endi seni joying kelib shunaqa paddeshka qilading. Sirroshni jigar. Nimaga? Aytdim, bu nima menga mehribonchilik qilyapti deb. 100 ming rasxod qilib, $2000 pul so'rayapti. Marketingmi bu? Yo shunaqa yo'lga o'tdinglarmi, do'stlarim? Yo, bismillah. Gapirmachim, uzguzlarimni urdi. Bak pulingni ber. Qanaqa pul? Pulim yo'q. Shunaqa oddiy pul ber. Pulim yo'q deyapman. O'zi qornim och, zirg'iyirman. Davay, dadangga telefon qil unda. Yo'q. Nima dadang yo'qmi? Dadam bor, puli yo'q. O'zi och qoringa ham hech narsa yoqmayapti, onasini hamsa. Zavtriga ham qilmaganmisan? Qayerda qilaman? Pulim yo'q deyapman-ku. Yo'q, unda obed oberaylik, keyin gaplashamiz. Yo'q, shart emas, tushinglar. Yo'q, nozlanma. Somsa olib beringlar, somsa. Brat, yashirib qo'ygan pullar yo'qmi uyda? Yo'q, qayerdan bo'lsa. Uni ustiga kelingizni ham topish yaxshi emas. Ikkita somsa olib beraymi Saboyga? Yo'q, Rossiyada-ku. Rossiyadan pul jo'natmayaptimi? Jo'natmayapti onasi. Unda kelsa nima kerak yo'qdi, bekorchi yurib. Qanday keladi? Unga ham bilet olish kerak-ku, aka. Ma $200, yangam qaytib kelsa. Bu kam yetmaydi. Qolganini kartanga tashab beraman. Havo ham yomon. Ya tekab katta odam, uzunroq futbolka kiysangiz bo'lmaydimi? Futbolkam yo'q. Aytdim-ku sizlarga pulim yo'q deb. Yana sizlar mendan pul so'rab yotibsizlar. Mana aka, Inbazarda futbolka bilan penkalar 124 ming so'mdan. Arzon ekan-ku, ikkita olib beringlar. Bitta olavering. Yo'q, ikkita. Aka, meni yumshoq yozgi shim bilan 155 ming so'mdan. Dadamda ham shimi yo'q edi. Endi dadangizga biz javob bermaymiz-ku. Bo'lmasa men ketdim. Ha, men buni dadangizga bersangiz bo'lar ekan. Mana shu ko'rib turgan Dubayga hamma atirlarning narxi 137 ming so'mdan, brat. Bitta kelonga ham olib ber. Kinoy Rossiyada-ku. Keladi-ku, yo'lkasiga pul berding-ku. Yo'q. Militsiyaga aytaman. Militsiyaga. Aytaman. Qaysidan olasiz? Ukalarim, rahmat. Endi bu issiqda bor-ku, o'g'lik qilmanglar, boshqa ish topinglar. Davay, nima ish qilsa bo'ladi? Mana men yaqinda Novostroyga qo'yaman. Ana shunaqa investitsiya kiritinglar, pul beringlar, men sizlarga birinchi etajda uy qilib beraman. Davay ikkita olamiz, parkovka bilan. Davay. To'xtang, siz pulim yo'q deyapsiz. Qanaqa uyda qurasiz? Sizlar pul berasizlar-ku. O'sha pulga boshlayveraman desak-ku. 5600 dan kvadrat metri. Mana aka. To'xtama, cho'ta aldayapti. Beradi, men yaxshi. Oy, qoch, mana o'chirdim. Men ertalab kelganman. Qo'y. Mana o'chirdim. Eshikni ochib yuboringchi. Ani navbatim, unday qilma. Men o'chirtingga qara. Assalomu alaykum. To'xta! Assalomu alaykum, Hikmatjon. Mana des ukam. Gap yo'q, omadingni bersin. Zo'r bo'lib ketibsan-ku. Uzr, tanimadim aka.
Shunaqa dasizlar, pulinglar ko'paygandan keyin tanimay qolasizlar-da. Men Najmiddin akang bor edi-ku, amaking. O'sha amaking tog'asining jiyanini, xolasini o'g'li bo'laman. Juda uzoq ekan u, qayerdan taniyman? Shu uzoq, nimasi uzoq? Jigarimiz, jigar. Xullas Hikmatjon, bir 50 ming dollar qarz berib tura olmaysanmi? Biz ham shu chorva-porva qilib, sanday bir biznesmen bo'lib ketaylik. Aka bitta gapda, vaqtida qiynalib yurgan paytimda qayerda edingiz? Dalada edim, mollarga qarayotgandim, san qator, men ham qiynaldim ukajonim. Endi men seni bunday zo'r bo'lib ketishingni tushimga kiribsanmi? Qayerdan bilaman? Zo'r bo'lib ketganingdan keyin kelyapmiz-da ukajonim. Aka tushib turing. Keyingisi. Nima tushib turaman? Tushib turing aka, keyin gaplashamiz. Mayli, zo'r bo'lib ketibsan o'zingcha. Navbating o'tdi ikkovinglar. Yo'q, eshik qiz bolaga nima bor ekan? Assalomu alaykum. Hikmatjon bolam yaxshimisan? Rahmat, o'zi yaxshimi? Men tanimading a? Yo'q, uzr lekin. Men vatan tuyg'usi o'qituvching Beg'ammalimman. Hop, nima qildim? Shu jiyaning san'atga jay ishqibozda san'atkor bo'lmoqchi. Bir sponsorlik qilmaysanmi? Xo'p, qani bir eshitaylikchi? Qani o'g'lim, davay. Shukurladi Hikmat akani tuyg'ulari sonlov, lekin insonni yuragida bo'ronlov. Hozir bizga qiladi sirasi sponsorlik darrov. Qalay? Ustoz, qo'ying xalqni qiynatmaylik. Yetak san'atkorlar o'zi ko'payib ketdi bunaqalari. Xalq qiynalmasin. Onangga o'xshamay o'l og'zingga kelgan gapni gapirasan. Tush oldimga. Siz o'quvchimisiz-ku? Ota haqida qo'shig'ing yo'qmidi? Ha? Ota aka haqida yo'qmidi? Tang bir ikki og'iz gapim bu. Nima gaping? Ismingiz nima edi o'zi? Hikmat. Hikmat aka, meni sevolmaysizmi? Yo'q, uzr, sevolmayman. Xotinim bor. Xotini bor buni? Rostdan xotini bormi? Sizga o'xshagan boyvachcha odamlar yo'qmi? Yo'q, bilmayman. Bor, nima qilasiz? Sal kech qolding-da. Kim, sanmi? Kir. Hikmatjon, o'ylab ko'rmadingmi ukajon? Ha, yo'q. Do'stim yaxshimisan? Rahmat, o'zing yaxshimi desin? Bormisan, tinchsan? Yaxshi, rahmat. Nima xizmat? Esingdami 8 ming so'rab kelganding. Esimda, bermagan eding o'sha payt. Ana shuni yaxshi ham bermagan ekanman. Nega? Ana shu bermaganim uchun sen ana shunaqa katta odam bo'lib ketding. Senga motivatsiya bo'ldi-da bu. Yo'q, xo'sh, xizmat. Ish kerak, jo'ra. Ish kerak. Как раз qarovlikka odam kerak, o'shani gaplashgin. Bizni do'stligimiz hurmat qorovullikmi? Yo'q, kampir, yo'q o'g'li. Bu Peter o'g'lini butun Sankt-Peterburgdan qidiryapman. Hech qayerda yo'q. Это мальчик мой, не видишь? Uni sochi как макарон. Здравствуйте. Papa? Здрасте. Papalamay o'l, sochini pyorishga qildingmi? Papa, ты меня почему ударишь? Не сог'inyosh. Ana yerda onang sog'inish. Bir marta ham telefon qilmading-a? 3 yildan beri Rossiyadasan, pul ham jo'natmading-a, eshak. Zayt, кто пришел? Ох, бля. Kim bu turkcha? Она моя жизнь. Она мое сердце. Она моя жена. Tushundim. Puling qaysi teshikka ketayotganligini endi bildim. Я все объяснил. Она хорошая жена. Проходите. Bizyon. Keling. Buni sochini tep, pyorishga qilgansiz-ku? Нет, папа, он сам хотел. Другой narsani xotil? Ha? Нет, Yo'q, xohlagan narsani. папа, что-то будешь кушать? Ha, qornim och. Nimang bor? Да, сосиски есть. Sosiska sam ko'shidi-da. Сосиски закончились. Только колбаса осталась, папа. Ya, kalbasang halolmi yo'qmi, qayerdan bilasan? Тогда будешь водка пить? Давай, rossiyskiy vodka yes. Да, есть, сейчас наливаю, папа. 100 gram davay, charchoq bosdi-da endi. Er xotini qo'lida 2 ta iPhone. Ana yerda ota-ona buzuq singan telefon ishlatadi. O'lsan xotin zaложница. Это слово мое сердце ударили. Yo'q, Xudoga shukr yetib bordi-ye. Папа, вставай, пошел вон. Ha? Вставай. Пошел ты. Nima deyapsan sen? Ketdik demoqchiman, papa. Ruschang ham senga pashol deyapti-ku. Pashol idiomti deydi. Fermskiy qanaqa? Mana akajon, mana bu sizga, bunisini xolamga berib qo'yasiz. Yo, sen o'zbekmi? Albatta.
Mana shu do'kon sanikimi? Bu qanaqa do'kon bu? Optovik nomer 1 butun Rossiya bo'ylab telefonlarni eng arzon narxda o'zimiz o'zbeklarga sotamiz va dostavka ham qilib beramiz. Rossiyaning любой shahriga. Bundan tashqari parfyumlar ham bor, duxiylar ham bor, soatlar ham bor. San ham shu Rossiyadan uylab olmaganmisan ish qilib? Yo'q, akajon, biz O'zbekistondan uylanganmiz. Mana primerka. O'rgan. Fayzi bor yuzida, Timotiga o'xshaydi, barakasi bor. Sani basharangni qara. Nikolay Baskovga o'xshaysanmi basharangga? Все, уже надоел. Ya Rodinani sog'indim, ketaman siz bilan, meni olib keting. Lekin yana bir 10 yil ishla o'g'lim. Zachем? Mana kelinga ham ayt, kelin ham bir ishlasin, yotmasin uyda, birgalashib pul yig'ib menga jo'nataysizlar, men sizlarga uchastka qurib beraman. Oho, yamaga basharang bilan tushdingmi nima? Ha, yamalar baxtimizga sog' bo'lsin-a? Ha? Og'zingga dumba. Yamalar ehtiyot bo'da yamadan. Janonamiz. Ona nimagur yama bor ekan, falaka turdi-yu. Yomon tishini teshk juguli. Yamaga tushdingmi? Ha, Ko'rmadimi ko'zing? yo'q-da. Ko'zga qarasin-da. Yoshlar, $400 bo'ladi uka. Nima? O'zi mashina o'zini $300 ga oldim-ku, men qanaqa $400? Bor xolasang boshqa joyda qildir, lekin bu yoqqa atrofda vulkanizatsiya yo'q, ha? Ha, bo'pti, qilib ber. Nima qilasizda? Asbob topchi. Вот тебе. Спасибо. Bu sanga. Девочка, завтра можно короткие юбки, а мини-юбка, а? Хорошо. Только Жигули сегодня приехали. Мне надо Malibu, Gentra, девочка, ko'zni yaxshiroq qilsang. Ha? Хорошо. Sen ham yamani chuqurroq kovla. Kovladim. Halollab dengi работает. Halollab ol, qizim. Aha, okey. Siz ham deyaptilar-ku baliqchi. Yama bor ekan-ku. Usta, Gentra chiqdi, Gentra. Qani. O, Gentra. Qizni ko'rdimi? Ko'rdi? Yamaga tushdimi? Tushdi. Nega unda Gentra teshilmadi? Bilmayman. Yamani yoshib kovla bor yo'qol. Usta, boyagi Gentra aniq teshildi. Aniq teshildimi? Teshildimi? Teshilmabdi-ku. To'xta, Gentra, to'xta. Ha, tinchlikmi aka? Yo'lda bitta qizni ko'rdingmi? Ko'rdim. Baloning yamaga tushdimi? Tushdi, ha? Nimaga teshilmayapti? Aka, men largo shinalarni taqqanman. Yurib olun aka. Bo'ldi ukajon. Pishtek, bizga ish qolmadi. Qo'limdan kelganicha ko'zimni qisdim. Yana nima qilay? Ya qisting, zo'r qisting. Shu ko'zimiz qichidi-da singilcha. Shu ishimizga qiz bolani aralashtirmaylik degandim. Mana baraka ketdi-da. Ustozdan Yaman nima qilay? Yur, yamaga ko'maman seni. Yo'qki, ko'maman. Shu o'zing kovlagan yamaga ko'mayman, jonim. Dadasi shuni aytib kelishlar jonimga tegdi borku. Yana kamiga onamni ham suygansiz. Onamga aytib beraman sizni. Onang sani borka. Yo'qni joning ham sani. Bor yiqil ko'zingga ko'rinma. Qizim? Ha, kuyov, tinchlikmi? Assalomu alaykum onajonim. Jannat onalari oyog'i ostida deyshadi, bir olay. Onajon, bir duo qiling. Baxtimizga doim sog' salomat bo'ling. Gulim, nega turibsiz? Bir osh qiling, onamni to'ydiring. Onajon, men bir qo'y so'yaman siz uchun. Xush kelibsiz. Voy aylanayin, shunday yaxshi kuyovim bor qara. Sen nuqulni olaysan. Boshdan solaylik oyjon. Onajon, Labbay. men jumaga ketyapman. Qaytishda qaynatamni ham qabrlarini ziyorat qilib kelaman. Gulim, onamni zeriktirib qo'ymang, xo'pmi? Shunday tilla kuyovim bor. Nimasini yomonlaysan? Alkash. Ya onangni sani. Buncha baroq kelib dadasi? Ha, bugun chorshanba ekan-ku, ertadan keyin ekan juma. Ketdimi kampir? Ha, kuyov. Erta kelibsizmi? Assalomu alaykum onajonim, diydoringizga to'ygani keldim. Bas, qo'shni, bas. Uyalmaysizmi? Sizni gulday ayolingizni tug'ib voyaga yetkazgan qaynonai mo'tabaringizni so'kkani. Onajon, sizni so'kkani tili uzilsin. Onajon, siz borsiz, biz bormiz. Onam meni onam. Onamni yig'latmanglar. Nuridiydan? Hop.
Abu Sahiy bozoridan любой narsani tanlay sizga olib beraman. Sovchilar borganda ota-onangiz karilayotgandik-ku, hamma sharoitini qilib beraman. Xohlagan narsasini olaversin kuyovimiz. Ey nokas. Nima birovni mushtipar qiziga baqirib gapiryapsan? Ko'rmaysizmi, yaqinda to'yimiz aka, parda olib beramiz, karillagan ota-onasi. Hech narsa olib bera olmayapti. Sharoiti ham yo'q, puli ham yo'q bular. Ya o'char sharmanda. Ko'ryapsan oyajon, zamon qanaqalarga qoldi. O'zi necha yilgi zarin pardalarda turibsan. Bu yerda narxlar ham qimmat emas. Xohlagan turdagi pardalaring bor. Respublikaga optim narxlarda berishadi bular. Tikuvchilari ham bor, uyingga borib o'zlari tikib berishadi. O'zing ol erkak. Kuyov? Sizga ham biz olib berganmiz-ku, parda bilan mebelni. Onajon, siz ketyapsiz, uyimizdan fayz ketyapti, ishoning. Ana fayz ketdi. Yamonam aktyor ekansiz. Yonang ham sani qaytib kelmasin, tushundingmi? Borsin boshqa qizlarnikiga pishirib qo'yibdim, bizga kelib oladi. Kuyov, hamilyon ekansiz-a? Asl basharangizni ko'rdim. Ketding, iltimos sizdan onajon. To'g'ri, aktyorman men. Mana shu qaynonam kelsa tushlanaman, hamilyon bo'lib qolaman. Charchadim ona. 3 kundan beri qiynab yordingiz. Rol o'ynab charchadim onajon. Osh qilib beraman, yeysiz degandingiz. Ha, umrimni yedingiz-ku. Asal onam, shakar onam, qand onam.